Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Hop, bugun to'g'xonaga vitishka o'rnatgan edik. Shuni ishlash prinsipini hozir ko'rsatmoqchiman. Mana anaqa trubani oldiga olib kelsa, mana shag'amni anaqa olovni tortadi mana. Ichiga tortilayotganini ko'ryapsizlar mana. Havo tortilyapti, pastdan tepaga mana ketyapti, mana yaxshi bilinyapti. Endi shunaqa bo'lgan taqdirda ham mana hozir to'g'xonada namli 88, lekin to'g'xona 11.1. Tashqarida gradus hozir +4, namlik 85. Biz hozir tashqaridagi nam havoni to'g'xonaga tortib chiqaryapmiz. Shuni hisobiga to'g'xonada namlik bor. Plus mana bu tug'ular nafas olishi, ozgina mana bu yerdagi namlikni hisoblaganda shunaqa bo'lyapti. Bu tabiiy holat. Lekin kechidagi mana to'g'xonaning ichida haligi ammiak hidi yo'q, hali ko'zni achishtiradigan hid yo'q. To'g'onlar ham bunaqa ho'l bo'lib tellayotgan joyi yo'q. Endi kunduz eshiklarni ochib turilsa, mana bu yerdagi namlik ham ketsa, xudo xolasa, sekin-sekin normaga tushib qoladi degan umiddaman. Vitishkamiz ishlayapti xullas kalom. Bu maslahatlar, kommentariylar bo'lsa bemalol yozaveringlar. Menga ham foydali bo'ladi. Men ham hamma narsani bilurmayman. Mendan ko'p biladiganlar bo'ladi albatta. Hamma ish maslahat bilan-da, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.